Vada kitap aytmadik. Xudo xolasa ichkariga kirib chiqamiz. Biz hozir gaplashtiramiz. Bu yerda butun dunyoning tillaridan kitoblar bor ekan. Biz O'zbekistondan 10 dona kitob beramiz. O'zbekistondan kitobini girizinglar iltimos qilib turibmiz. Bizning kitob O'zbekistondan kitobi shurada dursun. Xudo xolasa hozir gaplashib hal qilamiz. Har bo'lsa kamida 20-30 dona kitob yuboraman. Xudo xolasa o'shada O'zbekistonda bu ham kitobini girizib qo'yamiz. Hozir shuni hal qilamiz. Butun dunyo bo'yicha hamma tillar ekan, shu bizaniki bo'lmasa kerak. Xudo xolasa buni ham hozir hal etamiz. No problem. Haja? Qo'yamiz O'zbekiston kitobini? Tamam. 50 ga yaqin kitob yuboraman. Sizlar kelsangiz gaplashtiramiz xudo xolasa. To'lov bo'lsa pulni qilamiz. Tamommi? No problem. Bo'ladimi? Menimcha yaxshi deb. Bo'ladi. Tamam. Zo'r. Shunda jigarim kam hiya. Bu boshqa birinchi birini tarixini aytqaning. Bu yerda eng qadimiy kutubxonalardan birisi Venetsiyani o'zini qirollik bo'lgandan beri ishlatiladi. Bu yerdagi ichkaridagi atmosferani ko'rdingizlar. Xudo xolasa shu yerda o'zbek tilidagi kitoblar ham bo'ladi. Men hozir menejer bilan gaplashdim. Menga email yozdi. Men kitobning adini, qachon kim tomonidan chiqarilganligini yozib beraman. Shu yerda bizning tildagi kitoblar ham bo'ladi xudo xolasa. Hala, okey. Kitaplarni joylashtirib oldik. Bemalol agar shu kitob do'koniga keladigan bo'lsangizlar, bu juda mashhur kitob do'koni, biz lokatsiyasini ko'rsatamiz. Shu yerda o'zbek kitoblari bor, bemalol olib o'qisangizlar bo'ladi. Biz bu kitoblarni bera donat qilamiz. Sog' bo'ling.